Barselona hamda PSG. Bu o'yinni men hayotimdagi eng ahmoqona o'yin deb hisoblayman do'stlar. Hop, nimaga men jinnicha o'yin deb aytaman bu o'yinni? Chunki men bu o'yinda kamida bir 4 ta yoki mayli 5 ta gol kutdim-da, 5 ta gol kutdim. Lekin bu yoqda 1-2 hisob bo'lyapti va tushunmayapman. Bu yoqda Hansi Flick, bu yoqda Luis Enrique. Nimasi bu? Nimasi bu? Qanaqa o'yin? Lamin Yamal. Do'stlar, Lamin Yamal bu bolaga nimadir bo'ldi, to'g'risi. O'tgan yilgi Lamin Yamal emas bu. Qizlar bilan yurib oryapti, endi mayli, bu shaxsiy hayotiga aralashish niyatim yo'q. O'tgan yilgi Lamin Yamal emas, o'zini psixologiyasini o'zgartirish kerak. Bunaqa o'yini bilan bilmayman qayoqqa boradi. Xuddi Neymar bo'lib qolishi ham mumkin shu yoshidan. Hop, undan keyingi vaziyat bu Gonzalo Ramoshning vaziyati bo'ladi do'stlar. Shu joyda ofsayd bormidi? Mana sizga savol, o'zingizlar javob beringlar. Agar oramizda biladiganlar, futbol ekspertlari bo'lsa, javob yozib olishni kommentariyada. Gonzalo Ramoshning golida ofsayd bormidi yoki yo'qmidi? O'yinni ko'rganlar biladi. Va eng qizig'i, Barselona yana Manjuikda PSG yutqizyapti. Bilin, o'lib qolgan PSG Dembele, Dueli, Kvaratskhelia yo'q. PSG ga qarshi yutqizyapti. Bilin, qanaqasi bunaqa? Va tushunmayapman to'g'risi. Ashi, to'g'ri aytishim mumkin, Barsada ham jarohatlar ko'p edi. Da, lekin Yamal bor.